Viloyatimizdagi barcha hududlarda byudjet daromadlarining barqarorligini ta'minlash, yashirin iqtisodiyotga chek qo'yish hamda yangi soliq manbalarini shakllantirishga qaratilgan nazorat tadbirlari olib borilmoqda. Zangiota tumani prokuraturasi hamda tuman soliq inspeksiyasi xodimlari ishtirokida o'tkazilgan targ'ibot tadbiri haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Yil boshidan buyon byudjet daromadlari belgilangan rejalardan yuqori darajada ijro etilib, hududning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash yo'lida muhim natijalarga erishildi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati muntazam tahlil qilinib, soliq intizomini mustahkamlash hamda tushumlarni o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha manzilli choralar amalga oshirilmoqda. Shuningdek, hududdagi bozorlar va savdo majmualarida iqtisodiy faoliyatni qonuniylashtirishga qaratilgan nazorat tadbirlari davom etmoqda. Savdo nuqtalarida soliq hisobini to'g'ri yuritish, to'lov intizomiga etish, faoliyatni rasmiy asosda tashkil etish hamda noqonuniy savdo holatlarining oldini olish yuzasidan tushuntirish va profilaktika ishlari olib borilmoqda. Mazkur choralar sog'lom raqobat muhitini mustahkamlash, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirishga xizmat qilmoqda. Tumanimizda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. 2026-yil uchun 30 yo'nalish bo'yicha qo'shimcha 407 milliard so'mlik qo'shimcha manba aniqlandi. 30 yo'nalishda hozirda tumanda yo'l xarita asosida barcha ishchi guruh ish olib bormoqda. Joriy yilning birinchi yarim yilligi uchun belgilangan rejamiz 197 milliard so'm edi. Belgilangan reja bo'yicha biz qo'shimcha manbani aniqlashi 146%, ya'ni 287 milliard so'mga amalda bajarilishi ta'minlandi. 287 milliard so'mlik qo'shimcha manbaning 277 milliard so'mi yoki 140% byudjetga undirilishi ta'minlandi. Hozirda 30 yo'nalishimiz bo'yicha har bir yo'nalishi bir mahalla kesimida qayta xatlovdan o'tkazib o'rganyapmiz. 2026-yil uchun belgilangan qo'shimcha manba rejalarini 100% dan oshirib bajarish ta'minlanadi. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash faqat bozorlarda emas, balki yirik korxona va ishlab chiqarish obyektlarida ham davom ettirilmoqda. Tashkil etilayotgan uchrashuvlar davomida mutaxassislar xodimlarga soliqlarni o'z vaqtida to'lash, mehnat munosabatlarini qonuniy rasmiylashtirish, ish haqlarini shaffof tarzda to'lash hamda moliyaviy hisob-kitoblarni amaldagi qonunchilik asosida yuritishning ahamiyati haqida batafsil tushuntirish bermoqda. Ta'kidlanishicha, qonuniy va ochiq faoliyat nafaqat korxona barqarorligini ta'minlaydi, balki iqtisodiyot rivoji hamda davlat byudjetiga tushumlar ortishiga ham xizmat qiladi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan tadbirkorlarga hozirgi vaqtda juda katta yengilliklar, qulayliklar, shart-sharoitlar yaratib bermoqda. Shu sharoitlarni biz soliqchi tadbirkorga ko'makchi tamoyili asosida ishlab, tadbirkorlarga bu yengilliklarni, soliq imtiyozlarini tushuntirib bormoqdamiz. Va shu bilan bir qatorda tadbirkorlar o'zlarini bizneslarini rivojlantirish, o'zlarini tadbirkorlikda aylanmalarini ko'paytirish, shu bilan bir qatorda tushumlarini ham ko'proq to'lashga ular muvaffaq bo'lishmoqda. Yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bu faqat noqonuniy faoliyatlarni aniqlash emas, balki halol mehnatni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlik uchun teng sharoit yaratish va byudjet barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladigan muhim jarayondir. Qonun ustuvorligi va ochiq iqtisodiy muhit hudud taraqqiyoti hamda aholi farovonligining muhim omili bo'lib qolmoqda.